Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. Joriy yilning 19-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlarni amalga oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ185 sonli qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra 2025-yil 1-iyuldan 15 ta tuman shaharlarda, 2026-yil 1-yanvardan Samarqand viloyatida tajriba sinov tariqasida sog'liqni saqlash tizimini tashkil etishning yangi modelini, tajriba sinov loyihasi joriy etish doirasida sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirishning asosiy maqsadlari etib quyidagilar belgilandi. Jumladan, birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqish orqali oilaviy poliklinikalarda ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, tibbiyot xodimlarining bilim va malakasini oshirish, ular mehnatiga munosib haq to'lash tizimini joriy qilish. Tajriba sinov loyihasini amalga oshirish maqsadida tuman shahar tibbiyot birlashmalari negizida tuman shahar sog'liqni saqlash bo'limlari tashkil etiladi. Quyidagilar tuman shahar sog'liqni saqlash bo'limlarining asosiy vazifalari etib belgilanadi. Jumladan, ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarni markaziy shifoxonalarning maslahat diagnostika bo'limlariga aylantirish, tibbiyot xodimlari faoliyatini tasdiqlangan mehnat samaradorligi ko'rsatkichlari bo'yicha nazorat qilish hamda natijalar asosida ularni rag'batlantirish. 2025-yil 1-iyuldan Respublikaning barcha davlat tibbiyot muassasalarida maxsus ko'nikmalarni talab qiladigan davolash choralarini ko'rgan hamda yuqori xavf darajasiga ega bo'lgan amaliyotlarni samarali amalga oshirgan shifokorlarning oylik maoshlariga 25% dan 100% gacha ustama to'lanadi. 2025-yil 15-iyungacha tajriba sinov loyihasi amalga oshiriladigan hududlarda 2025-yil yakuniga qadar qolgan hududlarda aholi elektron sog'liqni saqlash axborot tizimida ro'yxatdan o'tkaziladi hamda tibbiyot brigadalariga biriktiriladi. Shuningdek, tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, 2025-yil 1-iyundan dastur doirasida qisqa muddatda tibbiyot muassasalarida aholi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida quyidagilar yo'lga qo'yiladi. Jumladan, tibbiyot muassasalarida kutish zallari tashkil qilinib, o'rindiqlar bilan ta'minlanadi. Aholi, bemorlar, nogironlar harakatlanish uchun qulayliklar yaratiladi. Ona va bola xonalari tashkil qilinadi. Xonalar va yo'laklar tejamkor zamonaviy yoritish qurilmalari bilan jihozlanadi. E'tiboringiz uchun tashakkur.